Barchaga salom obunachilar, sizlar bilan Aziz. Bugungi videoda biz vijvaniya qilamiz. Bizning maqsadimiz qishloq qurish. Bu videoda 4 ta qism bo'ladi. 4-qismgacha qishloq qurolsam juda yaxshi bo'lardi, lekin yangi YouTube kanal ochdim, bilsangizlar. Daraxt yapmayapman. Sizlar ham birinchi o'rinda daraxt yopsanglar kerak, to'g'rimi? Nima to'g'rimi? Birinchi o'rinda nima qilishlaringizni aytinglar. Kanalga 11 ta bo'lsin, chopishni to'xtatamiz. Yaxshi ketyapti hozir. Yaxshi 11 ta. Endi bular nimasini taxtaga aylantiramiz. 44 ta taxta bo'ldi. O'zi 40 ta taxta qoladi. Versdan yashasam. Yaxshi. Minecraft videoni boshladik. Reklama. Mana o'stish ko'ryapmiz. Bolta hisoblayman. Mana o'rtoqlar, toshqam ko'lab oldik. Yaxshi. Endi esa biz versa yo'qolib ketibdi. Qo'y, kechqurungacha topishim kerak. Bunda bo'lmasa zombilar bo'lishim aniq. Masalan, maqsadimiz bizning qishloq qurish. Video yoqqan bo'lsa, albatta like va obunani bosib qo'yinglar. Hozir biz tog'ga chiqib olamiz va temir topamiz. Yaxshi. Hozir biz toshdan kuchayib olamiz. Mana o'rtoqlar, videoni ham boshlab oldik. Endi esa biz toshdan kuchaydik. Endi esa biz to'xtanglar hozir. Bo'ldana o'rtoqlar, videoni boshladik. Endi esa biz tosh qo'yamiz. Ko'mir ham kerak. Urinmasdan eritish uchun. O'g'it topsak eritish uchun kerak bo'lardi. Yana fakir yasash uchun kerak. Menimcha video yaxshi chiqyapti. Video tugadi.